Assalomu alaykum. Manhajul Alamiy A1 kitobini sizlar bilan ko'rayotgan edik. Al-Wahdatul Xomisa 5 bo'lim As-Sakan yashash joy. Al-mufrodat birliklar nafizatun deraza, hayyun mahalla, xizanatun shkaf javon, mir'atun oyna, zuhurun gullar, sahatun manzil ya'ni maydon, arikatun divan degani, mirvahatun ventilyator, asasun mebellar, midfa'atun pechka bo'ladi, isitish pechi. Azuru ziyorat qilaman, ijarun degani ijara degani. At-tarokib iboralar. Iboralar qoribun minga yaqin degani, tutillu ala ga qaragan, idofatan ila ga qo'shimcha qilib, tatakawwanu mindan tashkil topadi, shaqqatun mafrushatun jihozlangan kvartira, ya'ni mafrush degani jihozlangan degani. Mafrush degani jihozlangan, to'shalgan. Law samahta agar mumkin bo'lsa degani. Xo'sh, endi biz sizlar bilan matnlarni ko'rib chiqamiz. Hivorlar bor ekan. Uridu shaqqatan lil ijar. Kvartira xohlayman ijaraga. Birinchi hivor Samir va Simsar, ya'ni Simsar degani o'sha ijara beruvchini aytiladi. Simsarun degani o'sha dallol, agent, vositachi degani. Ya'ni o'rtada vositachi bo'ladi. Uyni olib beradigan shaxs. Agent. Ya'ni bizda agentstvolarga boriladi, o'sha narsa simsar bo'ladi, agentstvoda ishlovchi kishi. Uridu shaqqatan mafrushatan lil ijar ila samahta. Agar mumkin bo'lsa yoki iltimos desak ham bo'ladi. Agar mumkin bo'lsa ijaraga bir jihozlangan kvartira xohlayman. Indi shaqqatun mafrushatun qaribatun min huna. Endi agent aytyapti, menda bor, ya'ni bu yerga yaqin bo'lgan jihozlangan kvartira bor. Samir aytyapti. Ayna taqa'u shaqqa. Kvartira qayerda joylashgan? تقع في حي الطيبين في الطابق الثالث. Ya'ni aytyaptiki, 3-qavatda yaxshilar, ya'ni Toyibayni mahallasida, mavzesida joylashgan debdi. Jamil va kayfa hiya shaqqa, ya'ni chiroyli, ajoyib. Kvartira qanday deyilyapti. Xo'p. الشقة تتكون من غرفتين ومطبخ وحمام. Kvartira ikkita xona, oshxona va hammomdan tashkil topadi. Mal asasu allazi fiha. Unda bo'lgan mebellar nimalar? في غرفة النوم هناك سرير وخزانة ملابس ومرآة كبيرة وسجادة ومدفأة. Demak, غرفة النوم yotoqxonada hunakani bor deb tarjima qilamiz. Sarir, kravat bor, kiyimlar javoni bor, oyna bor, katta oyna bor va gilam va pechka bor. Tushunarli? Demak, hunakani biz u yerda emas, bor deb tarjima qilishimiz kerak. Xo'p, boshida keladigan bo'lsa, va fi g'urfatil julus arikatun va kursiyyun kabirun va tawilatun idofatan ila maktabatin saghira va mirwaha. Demak, o'sha o'tiradigan xonada, umumiy xonada divan bor, katta kursi bor, stol bor. Bunga qo'shimcha qilib, ya'ni kichkina kutubxona, ya'ni kichkina o'sha kutubxona bor, maktaba kutubxona yoki javon, kitob javon bor va ventilyator bor. Va mada anil matbaxi val hammam. Oshxona va hammom haqida nima deysiz? Fil matbaxi thallajatun va furnun va khizanatu atbaqi. Oshxonada demak muzlatkich, pechka va tovoqlar shkafi bor. Ya'ni o'sha qozon tovoqlar qo'yadigan shkaf bo'lar ekan. Va fil hammami hunaka ghassalatun va hawdun va mighsalatun va mir'atun saghiratun. Ya'ni hammomda o'sha kir yuvish mashinasi va o'sha rakvina va mighsala degani ham o'sha yuvish vositasi deyiladi. Ya'ni mif'alatundan olingan. Mighsalatun bu ismi olat bo'ladi. Mighsalatun degani yuvish vositasi. Ya'ni qo'l o'sha yuz qo'l yuvadigan joy desak ham bo'ladi, mighsala. Va mir'atun saghira, kichkina oyna bor. Roya, hal si'ruha munasib aw g'ali. Ajoyib, uning narxi munosib yoki qimmat?
Munasib jiddan, judayam munosib. Alfu liratin fi shahr. Bir oyga 1000 lira. Ittafaqna. Kelishdik. Hayya naroha. Qani ketdik uni ko'ramiz deyaptilar. Raqiblarni shunday bajarib qo'yiladi va bu yerda variantlarimiz bor. Buni bir-biriga bog'lashimiz kerak. Va bu yerdagilar ham bajarib qo'yiladi. Rasmni so'z bilan bog'lanadi. Eshitishni esa oxiridagi QR kod bilan bajariladi. To'g'ri xato qilib va biz ikkinchi matnga o'tamiz. Shaqqatuna kabiratun va hadi'a. Ya'ni bizning kvartiramiz katta va sokin, tinch. Mashaalloh, ya'ni Karim va Said o'rtasida suhbat bo'lyapti. Mashaalloh, shaqqatukum wasi'atun ya Said. Ey Said, sizlarning kvartirangiz keng. Alhamdulillah, هذه شقتنا الجديدة ومكان هادئ وشقة كبيرة. Alhamdulillah, bizning kvartiramiz yangi, ya'ni makanun hadi, tinch joy va katta kvartira. Kam g'urfatan fi shaqqa. Kvartirada nechta xona bor? Xamsu g'urafin. 5 ta xona bor. Solatun wasi'a. Keng zal bor va sola degani zal degani. Idofatan ila hammamayni va matbaxin kabir. Bunga qo'shimcha ravishda ikkita hammom bor va katta oshxona bor. هل يمكن أن أراها؟ uni ko'rishim mumkinmi? طبعا البتة هذه غرفة النوم الكبيرة وهي لأبي وأمي وهاتان غرفتان للنوم لإخوتي وهذه غرفة الضيوف وبها حمام خاص وهذه هي الصالة وفيها مكتبة وتلفاز هناك المطبخ والحمام. البتة bu غرفة النوم yotoqxona, katta yotoqxona va u otam va onam uchun. Va mana bu ikkita xona esa linnavmi yotoqxona, ya'ni yotish uxlash uchun akalarim, ya'ni aka-ukalarim uchun. Va hadihi g'urfatul duyuf, bu mehmonxona va unda hammom, ya'ni xos xususiy hammom bor. Bu zal, sola. Va bu zal, unda kutubxona bor, televizor bor va oshxona va hammom ham bor deyilyapti. Xo'sh. وأين تقع غرفتك؟ va xonangiz qayerda joylashgan? غرفتي بجوار شقة. Xonam kvartiraning yonida, بجوار شرفة, ya'ni balkonning yonida joylashgan. وتطل على حديقة البيت. Va uyning bog'iga qaragan. غرفة جميلة وهادئة, ya'ni chiroyli va sokin xona. وتطل على منظر جميل va chiroyli manzaraga qaragan. Shukron laka ya Karim. Rahmat sizga ey Karim deyilyapti va o'sha mashqlar bajariladi. Bu yerda to'g'ri javoblar tanlanib, muhadasa qismiga ba'zi bir so'zlarni ko'ramiz. Qoribun min degani bu yerda mindan deb tarjima qilinmaydi, ga deyiladi, ya'ni ga yaqin. Masalan, uyim bayti qoribun minal jami'a. Uyim universitetga yaqin deyiladi. Hunaka mat'amun qoribun min ma'hadil lug'at. Tillar institutiga yaqin bo'lgan restoran bor. تطل على ga qaragan. الشقة تطل على البحر. Kvartira dengizga qaragan. المدرسة تطل على الشارع. Maktab ko'chaga qaragan. إضافة إلى ga qo'shimcha ravishda. أكلت البطاطس إضافة إلى السلطة. Demak, batotis degani o'sha kartoshka degan ma'noda keladi. Kartoshkani yedim va bunga qo'shimcha ravishda salat ham yedim. Xossun bi, ga xos degan. Hadal hatif xossun bi. Bu telefon menga xos. Al-kursiyul kabir xossun bil muallim. Katta kursiy o'qituvchiga xos. Yatakawwanu mindan tashkil topadi. Al-baytu yatakawwanu min ghurfatayni va sola. Uy ikkita xona va zaldan tashkil topadi. Taqa'u fi, da joylashgan degani. Taqa'u shaqqati fi wasatil madina. Kvartiram shaharning o'rtasida joylashgan. Hal munasib, ya'ni munosibmi? Halil javob munasib? Javob munosibmi?